Arvohlik kinoteatr. Bu kinoteatrga anchadan beri insonlar kelmaydi. 1 soatlik yo'l. Men bu yerga yo'lga chiqdim. Bu juda ham chekka va cho'l joyda joylashgan. Kinoteatr kirishingizda post joylashgan va bu yerda ham hattoki hech kim yo'q. Kinoteatrga yetib keldim. Juda ham katta. Kirish eshiklarini yopib qo'yishgan. Ichkariga kirishga harakat qildim va majbur bo'ldimki oshib o'tishga. Ichkari juda ham qorong'u va to'satdan kino zalining ichidan kimdir baqirayotganini eshitib qoldik. Ichkariga kirib borar ekanmiz, haqiqatdan ham qo'rquvlar boshlandi. Chunki biz qochib ham qutula olmasdik. Va nihoyat men zalni topdim. Mana shu yerga kirishim kerak. Hozir pastlikka tushamiz, hozir ichkariga zalga kirib qolamiz. Zalning ichkarisiga mana shunday oynadan oshib o'tish kerak bo'lar ekan. Va men nihoyat keldi. Xabar to'la. Bu o'sha Arvohlar kinoteatri. Nega endi aynan bu yerga insonlar kelmaydi? Chunki juda ham ko'p mudhish voqealar ro'y bergan. Atrofga e'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta stullarga yozuvlar yozilgan. Bu odamlar o'tiradigan joy. Voy, ovozim yomon baland chiqadi. Gapirmasdan video olganim yaxshi. Bu yer esa sahna. Sahnaga chiqib ko'rdim va bu yerda ajoyib yozuvga ko'zim tushib qoldi. Atroflarni yaxshilab qarab, o'rganishga harakat qildim. Insonlarning kiyimlari va temirlar, har xil narsalar bor edi. O'sha paytga apparatlar ham bor ekan. Bu yerdan chiqish uchun mana shunday to'siqlardan o'tish kerak bo'ladi. Amallab bu yerdan chiqib oldim va bu yerga bo'lgan taassurotlar va bosimlar esa umuman boshqacha edi. Bundan ham zo'r videolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta meni kuzatishda davom eting. Zo'rlari hali oldinda.